Tushda qoramol sigir ko'rishning ta'birlari. Tushdagi qoramollar yo'llarga ishoradir. Qora va sariq qoramol quvonch, mo'l ko'lchilik, arzonchilik bo'lgan yillar deb ta'bir qilinadi. Qoramolning peshonasidagi oq yilning boshidagi shiddatga, beldagi qashqa yil o'rtasidagi qiyinchilikka, sonidagi qashqa esa yil oxiridagi sinovlarga ishoradir. Ko'rilgan mol semiz va yog'li bo'lsa taqvodor ayolga, shohli bo'lsa eriga itoat etmaydigan rafiqaga nisbatan beriladi. Sut beradigan sigir esa foydali va xayrli ayolga ishoradir. Biror kishi uyida buzog'ini emizayotgan sigir borligini ko'rsa, o'z qiziga qo'shmachilik qiladigan ayolga ishora bo'ladi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.